Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda iki xonali dom qo'yib beramiz. Ko'pchilik obunachilar ham so'rab turadi. Iki xonali dom, xonalari hammasi razdelniy bo'ladi. Lokatsiyasi ajoyib yerda joylashgan bo'ladi. Shunday ko'chadan kirishimiz bilan uzun hol bo'ladi. Temir eshikdan yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Uyimiz remontlari ajoyib, ko'rib turgan mebel, texnika hamma narsa qoladi. Birinchi xonamiz bilan tanishtirib chiqamiz. Shunday to'g'ri kirganimizda bir spalni bo'ladi. Remontlari yaxshi. Jidga qo'yib bo'lgan. Undan tashqari konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Orqa qarag'an katta bir oynasi bor. Bu yerimiz birinchi xona bo'ladi. Shunday holdan kelganimizda bu yerimiz ikkinchi xona bo'ladi. Bu yerimiz mehmonxona deb qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rganingizdek jidga aboy qilingan, remontlari yaxshi. Bu yerimizning plus yaxshi tarafi balkoni bor. Orqa qarag'an katta oynasına ega. Hech qanday rasxod yo'q, to'g'ri kelib yashasanglar bo'ladi. Yosh oilalar uchun ajoyib taklif. Bu domlarning eng zo'r tarafi ko'rib turganingizdek sanuzel vannasi отдельный bo'ladi. Bu tarafimiz hojatxonasi, o'rtada qo'l yuvish uchun rakovina. Bu tarafimiz yuvinish vannasi bo'ladi. Ko'rganingizdek ajoyib. Mana shu planlar yaxshi ishlangan. Endi bu yerimiz oshxona bo'ladi. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek keng. Oshxona mebellarni ega. Oshxona mebellari, gaz plitasi, xolodilnik, oilaga o'tirish uchun shunday uголок qilib sharoit yaratib qo'ygan ekanlar. Bu tarafimizda ham orqaga qarab katta oynasi bor. Lokatsiyasi yaxshi yerda. Bog'cha birodam, maktab birodam, davlat idoralarining hamma yerga yaqin yerda bo'ladi. Kanalning bo'yinda. Yoshlar saylgohi hozir trendda rivojlanib turgan yer. Kanalning bo'yinda joylashgan bo'ladi. Narxi bunday qimmat emas. Narxini 200 million so'm aytib turibdi. Egalari kelib bemalol yaxshi ko'rib savdolashib xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarga telefon etsanglar o'zlaringiz apib ko'rsatamiz. Hozir sirtqa chiqib lokatsiyalar bilan tushuntirib o'taman. Uyimizni ko'rdinglar. Mana sirt tarafidan ham ko'rinishi, eshiklar yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Podyezlar ham toza, akkuratniy. 4-etajda joylashgan bo'ladi. Bokovoy emas, 2-podyez. Bu podyezimizning eldi bo'ladi. Ana shunday sayyor salqin yerda, yaxshi yerda joylashgan. Bu tarafimiz bog'cha, bu tarafimiz milisaxona bo'ladi. Kamolat domlarda supermarket tarafdan kelsanglar ham bo'ladi. Orqa tarafimiz kanal bo'ladi. Ana shunday issida obzor etib turibmiz. 50 gradus issiq ko'rib turibdi. Bir-bir like'larni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga rahmat.